Voy. Menga qara sevgisi qo'rqyapsan menga. Hozir sen sevgisi qo'rqasan. Bitta gap aytaman-da, senga nima rosta gapman oldimda hech kim yo'q, sen bilan iskrini gaplashaman. To'g'risini, ikkinchi otdimi meni? Ha, kelyapti. Mana chiqtirgim kelmayapti. Men seni sikkiman kelmayapti. Voy, jalal qiladi bo'lingni ko'tsa jalal. O'zing qavatda ishini qarang, o'sha kuni qilgan ishini qarang to'g'risi. Rasa sikkin keluvmidi meni, to'g'risini ayt. Bitta o'zim. Ha, boshqalarga ham nima qilibdi? Sen jalab ulfat ko'rganmisan, boshqalar ulashmaysanmi? Bitta o'zim sikkim kelyaptimi shu. Sikkim kelmaydi. Voy, men senga как будто hozir rosa siktirgim kelyapti-da. Voy, sen o'shandan gap qolsan shekilli. Urushmaydi. Qilayotgan ishing to'g'ri. No, odamzod labzida tursa-da. Agar erkak kishi bo'lsa turardi. Erkak sen bilan qancha ko'rishmoqmi, seni javob gapim bor. Nimaga siz jonim deya olmayapsiz? Qilaman seni jonim. Men jonim deyapman. Sizni bo'ldi, urushmaymiz, qo'shnim gaplashamiz, erta uchrashamiz deyapman. Sen o'rayapsan endi xotinada. O'rayapman, o'ralyapsizmi? Voy. Men o'ralib qolman desan. Bo'pti, короче, ko'zlarimni ertaga ko'ryapsiz, короче. 15 minut vaqting aramaycha, men sendan 15 vaqt. Bo'ldi, men adresimni aytaman, uyimni tegida, короче, gaplashyapmiz. Quyat qiladigan bo'lsangiz, otib tashlashadi, короче. Quyat qiladigan bo'lsangiz, otib tashlashadi, albatta, eshigimni tegida gaplashasiz men bilan. Butunlik bezni gaplashsangiz, o'zingizga yaxshiroq bo'ladi. Men otib tashlashgan hali tug'ilmagan onasini qonidan bilib qo'ygan. Haydan u tug'ilgan menga qarang. Toshkent kattaroq shahar menimcha. Otib tashlashgan hali tug'ilmagan. Narsani bilib qo'ygan. Bo'ldi, yangi yilga mendan sizga podarka bo'lar ekanda. Yo'qmasam o'sha narsani xohlagan narsangiz mana onasidan tug'ilmaganda o'z meni otib tashlaydigan do'st. Bo'ldi, men sizga o'sha narsani podarka qilaman, короче. Siz ko'ryapsiz, короче, onadan tug'ilganiga siz uverin bo'lsiz shu odammi? Mana uchun podarka bo'lsa men qilib beraman sen uchun. Bo'ldi, короче. Meni otib tashlasa ekan, seni podarka uchun meni otib tashlasa qolsam mayli. Bo'ldi, otib tashlashadi, короче. Bo'lmaysan otib tashlashsa? Menga po'xo'y. Men o'rganib ketganman, ancha-muncha shahzodalar menga ishqiboz bo'lib kelgandan keyin o'liga shotdan ketgan. Ben shahzoda emasman deb qo'yish. Kimsiz bunday yapay? Men qullaga siktiradigan qiz emasman. Ben Alloh yaratgan bandaman shu narsani. Men shahzoda ham bo'lmayman, shahzoda ham bo'lish qo'yadi. Men Shahrizoda bo'lgandan keyin meni shahzodam bo'lish kerak-ku. Sen Shahrizoda bo'lishing uchun hali ancha bor, bilib qo'ying. Voy, pasportimga ham shunaqa yozilgan qizim. Pasportingga noto'g'ri yozib qo'yishdi. Voy, hozir borib otimni undacha. Короче, menga qarang, siz bilan вообще men gaplashadigan gapim yo'q, tushundingizmi? Bitik qo'ysam bo'lgan dedi bo'lmasa. Bo'ldi, qo'ying telefonni erkak bo'lib. Sen gapirgan gapingga javob bermaysanmi? Menga sen bilan 15 minut ko'rishib ikki og'iz gap. Menga qara, sen rublyovkadagi rishal olamsan, men tushunmayapman. Riketmisan, jalan nemandan so'rayapsan. So'rab olish menga emas, siqiryaptimi, sikyaptimi, sen so'rab olish. Короче, damingni olgin, xo'p bo'lib, yaxshi yotib turyapsan, sip kelib uxlagan emas, tushundingmi? Да пошел нахуй, короче. Давай, uxlagan o'san, ketyapsan. Пошел нахуй, короче. Xo'p, yaxshi yotib tur. Din nahuydan 3 kiloni olsan, ketyapsan, короче. Xo'p. Shiltanasan, gapingga javob bera olmayman. Nima jalab, shiltalar gapiga javob bera olmaydi. Qo'yib qolsam, sen kimlar uchun javob berib ketasan? Nahuy, axuyevshi, daxo'ya gapirma, nahuy qo'tingiz kechadi jalab shu gaping uchun. Значит, shiltana nahuy gapiga javob bera olmay qoladimi? Sen qo'yib qolsam, sen menga qaraman, sengacha ayol kishi o'tirib bitta narsani aytaman. Eshit, erkaksan, meni gapimni, shu gapim oxirgi gapimni eshitgan.
man. Только man. San ham, boshqasi ham javob bera olmaydi. Tushundingmi? Javob berish uchun naxuy go'rko bo'lish kerak. Shu naxuy ko'm qo'ygan joydan jalab chiqib kela olmaydi naxuy. Tushundingmi? Axuyevshi. Qaraganda o'ziga gapirmaysiz. Pashol naxuy san sikamanmi men? Sen meni eshitgin naxuy. Menga chep qo'ychani qiladi. Men uni qiziqtirmaydi. Просто berganlar senmaki. O'sha kuni qilib turib bo'ldi, madam. Bollarni shunaqa yedirish yaxshi ko'raman men. Tushundingmi? Meni hobbim, короче. Meni hobbim bollarni yedirish naxuy. Iminda. Tushundingmi? Endi yedirib ketdingmi? Men yedirdim, sen yeding, короче. Mana yedirib ketsan, qarasan. Menga qarasan, xudomiding, meni qo'rqityapsan. Men bitta Allohdan qo'rqaman, tushundingmi? Toppol kerak bo'lsa, ot imini hozir top naxuy, chiq naxuy rozыскаga, yibanjala, sishik suka. Sikaman, hozir top kerak bo'lsa, o'zim topib olaman. Voy, topib olib berishadimi naxuy? Hozir kerak bo'lsa, qo'ying qidirib olaman seni. Bo'ldi, kerak bo'lsan, короче, topibsan. Menga metit qilmagan san. Menga qara, bola. Menga qara. Sen meni topishing uchun sen Interpoldan obukimni olishing kerak ekanda, короче. Hop, men lishni ertaga mana 29 уже bo'ldi. Ana 30-da men naxuy Moskvaga uchib ketyapman. Men именно o'sha yerda yangi yilni kutgani. Xolis sen naxuy Krasnoy ploshadda uchrashamiz, ana naxuy. Tushundingmi? Shuka. Ana uchib ketasanmi? Menga qizig'i yo'q narsa. Voy, sen shunchalik tezbesmisan. Menga qara, bo'ldi qil, короче. Meni qiziqtirayotganda sen bilan bitta bo'lsam, sen ko'p gapim bor. Voy. Qirollarni shu narsani. Menga qara, bo'ldi, короче. O'zingdan qo'rqasan, sen o'zingdan qo'rqasan, sen bilan xuddi men seni yeb qo'yaman, men seni uchun. Ana sen yeb qo'yaman, to'g'rimi? Men seni yomon ko'raman chunki. Sen balkim kattadan ko'rasan, yaxshi ko'rib qolarsan, balkim kattadan bilasan. Meni yaxshi ko'radigan odamim bor. Meni ko'rgan odamni yaxshi ko'rib qolasan. Yo'q. Meni yaxshi ko'radigan odamim bor. O'tbotga borsam uyalmayman basharasidan. Tushundingizmi? Basharasi sikyapti masalan. Именно menga chiroyli bolalar yoqadi, acho. O'shalar bilan yotishlik normalniy-da, короче, dam olish o'shalar bilan. Потому что приятно, и целоваться можно, и тудым дальше. Nima ekan? Osmonni yoyman, короче. Osmonni yoyman o'stammi sen? Keyin sana hurmatingni to'kib bo'lmasdan yaxshi. Sen bilan ko'rib javob gapim borsan. Bo'ldi, men gaplasha olmayman men bilan ko'rishadigan vaqtim yo'q, chunki men ko'zlaring chiroyli, lablaring chiroyli, burunlaring chiroyli, cho'tki narsasan, shunaqa narsani esa endi. Nima deb o'ylovding? Mana o'zing jalab, meni ko'rib turib, sen o'zing ta'rif beryapsan. Значит, shunaqa durmanki, sen o'zingdan chiqarib aytyapsan shu gapni hozir. Sen xursand qilib qo'yganman endi. Yo'q, sen shunaqa xursand qiladigan jalab qilyapmisan, naxuy. Qimmatbahomi. Вот именно topding, naxuy. Tushundingmi? Senga yana bitta zo'r qo'taqdan chaqirdilaring bo'lmasa. Voy, senga shu alam qotdim, bodam shuni aytmaysanmi? Menga alam qotdi. Ro'zg'or odam gapirgan gapiga javob berish kerak. O'sha kuni hech masala chiqolmayman, boshqacha gapingiz to'g'rimi? Bolli chiqqandan, yetdi chiqqandan, unaqa qilgan gapirgandan keyin javob beradi odam gapiga. Javob bermasa hech qachon qilmaydi u gap. Bilib qo'ygan shu narsa. Bo'pti, короче, meni bezovta qilma boshqa hop. Menga qara. Qaradim, mana ko'rindim, mana qo'y. Mana ko'p bezovta qilaman hali. Voy, sen shunaqa jalab, yopishqoq odammisan jalab. Qachongacha? Menga qara, sen meni sok-pokimni ichib qo'ymadingmi? Adashib sen meni sok-pokimni ichib qo'ymadingmi?